imorat qurayotganda ko'p holatlarda stяжкамizda, hop, monolitniy betonlarimizda, podushkamizda, fundamentimizda, kolonna rigillarimizda mayda yorug'lar paydo bo'lganini ko'ramiz, ko'rib qolamiz. Bu bizning o'zimizda ham bo'ladi, lekin u grubiy xato hisoblanmaydi. Sababini aytaman. Imorat betonini quyayotganda imkon darajada erta bahorda yoki kech kuzda quyish kerak. To'g'ri, yozda ham imoratlar quriladi. Endi yozni kutib o'tirib yoki qishni kutib o'tirish shart emas. Yozda quyayotganda men bitta narsasini aytib o'tib ketaman. Yozda kun issiq bo'lganligini hisobiga imoratga quyilgan betonning tarkibidagi suv tez so'rilib ketadi yerga yoki bo'lmasam tez bug'lanib ketish natijasida imoratga quyilgan o'sha stяжка bo'ladimi, fundament bo'ladimi, podushka bo'ladimi yoki kolonna rigel bo'ladimi, ustida mayda mikrotreshinalar hosil bo'ladi. Bu issiqdan tez bug'lanib ketishini yoki yerga tez singib ketishini, betonning tarkibidagi suv tez singib ketishini, singib ketishi natijasida hosil bo'ladi bunaqa. Buni qo'rqinchli joyi yo'q. O'shaning uchun betonga optimalniy vaqt deymizmi, temperatura deymizmi, -3 gradusdan +15 gradusgacha bo'lgan ob-havo sharoiti beton quyishga juda ham optimal vaqt hisoblanadi. Endi yozda beton quyayotganimizda bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Opalovkani tutayotganimizda обязательно qora salafan tutish kerak bo'ladi deydi. Ana o'sha qora salafanni ustidan beton quyishimiz kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasam opalovkaga atrobotga moy deyiladi, bilsanglar, o'sha moydan ustiga surib chiqdim. Biz hali moy olib kelmadik, lekin opalovkamizni bo'lganimizdan keyin o'sha bir qator moy bilan bitta apshika berib yuboramiz. Ana o'shanda suv hech qayerga qochib ketmaydi va betondagi mikrotreshinalar hosil bo'lmaydi. Mana shuni e'tiborga olib qo'yishingizni xohlagan bo'lardim. Salomat bo'linglar.